Xo'p, qaradik. Geometrik progressiyani bu tomonda toqlari, bu tomonda nima? Juftlari. Bu tomonda nechta xat bor? O'zing 99 ta. Nechta? Nimaga 48 ta? 1 dan 100 gacha nechta 90 bor? 45 tami? 1 dan 100 gacha nechta 90 bor? 50 ta juft. Ha, shuni gapirish iloji yo'qmi? 48 ta. Qanday 48 ta bo'ladi? Xo'p, qaradik. Hammasidan nimani chiqarib olyapman? B1 chiqaraman. 1 plus q kvadrat plus qni 4-si plus va hokazo plus qni 96-si plus qni 98-si. To'g'rimi? 50 ta hadimiz bor, esda tursin. Nimaga aytyapman? 1 dan 98 gacha bo'lsa 49 ta nimada mana? Chunki bu yerda 1 bor. Mana qni 0-si desam bo'laveradimi? 0 dan 98 gacha nechta juftson bor desa, endi 100 ta bo'lib jami 50 ta bo'lib qoladi yana. Chunki 50 ta xat yo'yyapman men. Bo'lingan 1 taqsim b1 q plus 1 taqsim b1 q kvadrat qni kubi plus 1 taqsim b1 qni 5-si plus va hokazo plus 1 taqsim b1 qni 99-si. To'g'rimi? O'zi umumiy mahraj bersak ham kelar ekan mana holatga mana. Yozyapman mana b1 1 plus q kvadrat plus qni 4-si plus va hokazo plus qni 98-si. Bo'lingan umumiy mahraj bersam qni 98-si plus qni 96-si plus va hokazo plus qni 2-si plus qni 1-si. Buni yozib qo'ya qoldim. Mahrajda nima bor? B1 qni 99-si qoldimi? Xo'p. Bo'linmani shunday oyoq osmondan qo'raman. Ko'paytma qilsam nima qoladi bizda? Teng bo'ladi B1 qni 99-si. B1imiz topamiz. B1 qni 49-si nechaga teng ekan? 10 ga teng. B1 o'rniga necha qo'yamiz? B emas, q'miz bor ekan bu yerda. Demak, B1 teng 10 taqsim qo'yimiz 2 taqsim-chi. 2 ning 49-si ko'paytirilgan 5 ning 49-si qilsam bo'ladi. 2 taqsim 5 ning 49-si bo'ladi. Adashdik. To'g'ri ekan-a? Ko'paytirilgan taqsim qni 49-si bo'ladi. Mana yerda 2 ning 49-si, 5 ning 49-si. B1 bor. Olib borib qo'yamiz bu yerga. B1 o'rniga. Mana B1 qni 99-si kerak-ku. B1 o'rniga olib borib qo'yapmiz. 10 ko'paytirilgan 5 ning 49-si taqsim 2 ning 49-si. Ko'paytirilgan q degani 2 taqsim 5, 2 ning 99-si taqsim 5 ning 99-si. Barobar bu ikkalasi 10 turibdi. 2 ning bu ikkalasi 5 ning 50-si. Barobar 10 ko'paytirib 2 taqsim 5 ning 50-si qilib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Shunaqami?